Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz. Biz hop bu galgi obyektimiz Qo'qon shahri, Qo'qon qishlog'i deyarkan, shaffof zavodda yong'in esa mana shaffof zavod. Bu yerga xudo xolisa tovuq go'shtini shokoy zamorovka xrenini qilishga keldik. Hop bu birinchi xonamiz, 6 ga 6 yer. Bunaqachasi 6,5, ini 6, balandligi 40. Hop ikinchi xreniyamiz 7 ga 4, bunaqachasiga 7, bunaqachasiga 4, balandligi bu ham 40. Hop uchinchi xonamizga keladigan bo'lsak, shu shokoy zamorovka xonamiz 4 ga 4, balandligini 3 qildik. Ya, zo'r adashdim. Mana shuni 7 ga 4, buniki ham balandligi 3. Buni shokoy zamorovkamiz xonamizni qalinligini penopolirtanni toza 0,4 hammasi. Buni qalinligini 15 qo'ydik. Shokoy zamorovkamiz -20 dan -27 30 gacha harorat qilib beradi. Xudo xolisa motorlarimiz kelganida chiroyli video obzor qilib, buni ham yig'ish jarayonini, ishlash jarayonini video obzor qilib beramiz. Sening ishlarimizni yig'ib, o'sha tozalab yig'ishga kelib qoldik. Bugun xudo xolisa yig'ib, yana bir video obzor qilib beramiz. Alladinni bitgandan keyin bir tushuntirish ishlarni olib borib ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Hammaniga rahmat.